Shu farosat bizni bekorchi narsalarning to'sishligi borasida bir latoifni aytib tugatmoqchiman. Vaqtimiz bo'ldi o'sha. Bir yigit bir shayxning huzuriga kelgan ekan. Shayxga debdiki, Hazrat, sizda o'qib o'zimdagi bo'shlig'imni to'ldirmoqchiman. Shunda shayx undan so'rabdiki, oldin kimda o'qigansan? Nima o'qigansan? Albatta diniy ilmlardan ko'p narsani bilmayman, lekin debdi haligi yigit, men Suqrotning falsafasida mantiq bo'yicha dissertatsiya yoqladim debdi. Mantiq, logika degani nima? Suqrotning falsafasida mantiq bo'yicha dissertatsiya yoqladim debdi. Sizga shogird bo'lmoqchiman. Shayx u kishiga qarab aytdiki, ko'ryapmanki siz mendan o'rganishga hali tayyor emassiz. Lekin hol jonimga qo'ymayapsiz. Mayli, men sizga bir test beraman, test qo'yaman. Shu testni yechsangiz, savolga javob bersangiz, keyin sizni shogirdlikka olaman deb taligi shayx. Yigit rozi bo'pti va shayx test savolini aytibdi. Mo'ridan, pechkani mo'risi bo'ladi-ku. Mo'ridan 2 kishi tushibdi debdi shayx. Birovning yuzi oppoq, toza, birovning yuzi qop-qora ekan. Shularni qaysi biri yuvinishga boradi debdi. Hali yigit, shumi hali mantiqiy savol debdi. Ha debdi shayx. Yigit hech o'ylamasdan aytdiki, albatta yuzi kir bo'lgan bor yuvinadi debdi. Shayx aytdiki, xato qildingiz debdi. Nima uchun? O'ylab ko'r debdi shayx. Mantiqan, mana mantiq bo'yicha dissertatsiya yoqlabsan. O'ylab ko'r mantiqan. Yuzi toza odam yuzi kirga qarab turib, uning yuzi qoraligini ko'rgandan keyin mening yuzim kir ekan deb borib u yuvinadimi? Ha. Yuzi qora odam yuzi toza odamni ko'radi-da, meni yuzim toza ekan deydi. Yuzi toza odam meni yuzim kir ekan deb yuvinadi debdi. Yigit hayron qoldi. Shunda ham mantiqiy savol bo'ladimi debdi. Shu mantiqiy testmi debdi. Ha, shayx ha debdi. Ha, bo'pti mayli, bunga yengildim debdi. Yana bitta savol bering debdi. Shayx aytdi, yana mo'ridan 2 kishi tushdi debdi. Birovning yuzi qora, birovning yuzi oq. Qaysi cho'miladi, cho'milishga boradi? Bildik-ku debdi hali yigit. Yuzi tozasi boradi-da debdi. Yo'q debdi shayx, xato qildingiz debdi. Yuzi kirib borib cho'miladi. Chunki aytdiki, hali shayx aytdiki, ikkalasi ham yuvinishga boradi debdi. Ha, ikkalasi ham yuvinishga boradi debdi. Mantiqan o'ylab ko'ring. Yuzi pokiza, yuzi kirlanganga qarab, uning yuzi ham iflos deb qaror qiladi. Yuzi kir, kimning yuzi kir bo'lsa, ikkinchisi yuvinishga ketganini ko'radi. Uning yuzi kir ekanligini tushunadi va yuvinishga u ham boradi. Men bu haqda o'ylamabman debdi. Ajoyib mantiqiy savol ekan, xato qildim. Shayx, yana bitta savol bering debdi. Shayx yana aytibdi. Mo'ridan 2 kishi tushdi debdi. Birining yuzi qora, birining yuzi oq. Qaysi biri yuvinishga boradi? Ikkalasi ham yuvinishga boradi debdi haligi yosh yigit. To'g'ri emas debdi shayx. Ularning hech biri yuvinmaydi. Mantiqan o'ylab ko'r. Yuzi kir bo'lgan kishi yuzi toza bo'lganga qaraydi va yuvinishga bormaydi, yuzim toza ekan deb. Yuzi pok bo'lgan kishi esa yuzi kir bo'lgan bormayapti, men boramanmi deb o'zining yuzining pokligini ko'radi-da, u ham bormaydi debdi. Yigit hafsalasi pir bo'pti. Tushkunlikka tushibdi. Javob bera olmayapti. Xo'sh, ishoning, men sizdan o'rganishim kerak, shogird bo'lishim kerak. Yana imkon bering, yana bitta savol bering debdi. Shayx aytdiki, mo'ridan 2 kishi tushdi. Birining yuzi qora, birining yuzi oq debdi. Voy xudoyim debdi haligi yigit. Ularning hech biri yuvinishga bormaydi deb qichqiribdi, jahli chiqibdi. To'g'ri emas debdi shayx. Sen endi tushundingmi? Suqrotning mantiqi yetarli emasligini, ishonching komil bo'ldimi? Bir o'zing o'ylab ko'r. Pechkani mo'risidan ham 2 kishi tushadimi? 2 kishi tushdi deylik. Birini yuzi qora bo'lib, ikkinchisining yuzi oq bo'ladimi? Sen ana umringni shunaqa bema'ni savollarga javob izlash bilan o'tkazib yuborsang, butun umring bema'ni o'tadi deb javob berdi shayx deydi.
Demoqchimanki, umrimizni bema'ni o'tkazmaylik birodarlar. Umrini bema'ni o'tkazayotganlarga esa ogohlantiraylikki, ey birodar, ko'zingni ochgin. Ko'zingni ochgin. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlar, sahobalar, salaflar ibodat deb namoz va ro'zada ko'rmasdilar ibodatni. Ular ibodat deb odamlarning obro'siga tajovuz qilmaslikni ko'rishardi degan ekanlar. Ibodat deb ular salaflar namoz va ro'zani tushunmasdi. Shunda o'qirdi ular, tushunishardi. Ularda ibodat odamlarning obro'siga daxl qilmaslik edi deb javob bergan ekanlar. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.